Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasak, men qilmaganman der ekan. Parvardigor qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu hikoya yozgan farishtaga ham meni muflis bo'lishimni, bankrot bo'lishimni, jahannamga tushishimni xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyonimni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimni guvohligini qabul qilasan, o'zimni der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam, shunda to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun, ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Ya'ni og'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilgan bo'lsan gunohni, esimizdan chiqmasin.